dik qavatdagi kelib turib, ustoz siz-a dedi. Siz ustozmisiz yoki ustoz siz-a dedi. Shunaqa paytda yoki sizdan so'radi, chiqayotganingizda, ana bu inson ustozmi dedi. Shunda nima bo'lar ekan? Chopunin, yo, punim sanam bo'lsa, odamga endi bu haligi umumiy hisobda pun bo'lsa, hurmatlisi, o'zim uchun emas. Ustozga nisbatan biz odatda salomni emas, pulni ishlatamiz ekan. Tushundingizmi? Chopunin, sonsengnim. Kim ekan? Nim, qaysini o'qiyamiz, Maqsadbek? Ijiyo chiyo, shuqoyalar. Ha? Sizni nima qilibdagi? Siz o'quvchisiz degan. Nima deymiz endi? Hakseng o'quvchimidi? Hakseng ijiyo mana. Ketdi. Ya'ni o'quvchisiz, o'quvchisizmi? deydi. Yoki ertalabga uyga borishingizga nima qiladi? Egasi ko'rib turibdilar, nima qiladi ajoyib? Ha, keldingmi deydi. Ha, keldim deysiz. Ovqat yetkazing, ovqat yeyapsanmi deydi. Bilib turibdi. To'g'rimi? Yoki ertalab formani kiyib turib, maktabga ketayotgan bo'lsangiz nima deydi? Maktabga ketyapsanmi deydi. Ha deysiz. Tushundinglar-a? O'shaqa paytda eng ko'p ishlatadigan grammatika ekan. Yozib olyapsiz.